A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü programımızın birinci bölümünde ticaret ve muamelede vicdanның rolü hakkında toxtalib ötimiz. İmam Gazali mundaq deydi: Muhammed İbni Munkadirning dukunida ba'zisi 5 tengelik, ba'zisi 10 tengelik raxtlar sataratdi. U yo'q chaqda uning xizmatkori 5 tengelik raxtdan birini bir sahroliqqa 10 tengega satdi. U qaytib kelib ahvolni uqqandan keyin chiqib haliqi sahroliqni izlashga boshladi. Uni kun bo'yi izlab oxir topdi va uningga xizmatkorim xatolashib sanga 5 tangalik molni 10 tangaga sotibdi dedi. Haliqi sahroliq arab: "Hey, men rozi bo'lib oldim-ku" dedi. U rozi bo'lgan bo'lsangmi, bizning ko'nglimiz rozi bo'lmasa bo'lmaydi. Uchning birini tanlag'in. Pulingga 10 tangalik raxt olg'in yoki sanga 5 tanglikni yondirib beray. Yoki pulingni ilib raxtni yondirib bergin dedi. Oxiri uningga 5 tangani qaytarib berdi. G'azali yana mundaq deydi: Yunus ibn Ubaydning dukunida 400 tangalik, 200 tangalik tollar satilatdi. Yunus bir qitim namozga mang'inida qarindisining o'g'lini do'konga qaratib qo'yib ketdi. Bir tag'liq arab kelib 400 tangalik ton so'radi. U o'g'il bu tag'liqqa 200 tangalik tonni ilib berdi. Tağlıq Arab tonni ko'rib baqib yoqtirdi va bahosini xub ko'rib 400 tangaga sotib oldi. Arabiy tonni ilib ketayotganda namozini yongan Yunus uni ko'rib o'z do'konidagi ton ishkanligini bildi-da, uningdan tonni qanchaga sotib oldingiz deb so'radi. Xaridor 400 tanga dedi. Yunus 200 tangadan ortiq yaramaydi, yuring berib yondirib oling dedi. Xaridor bu ton shahrimizda 500 tangaga yaraydi, men rozi bo'lib oldim dedi. Yunus, men bilan qayting, dindagi sodiqlik va kuyinish dunyodagi butun narsadan yaxshi dedi. Ondan uni do'konga qaytarib kelib 200 tangani qaytarib berdi. Yunus bu to'g'riliq o'g'liga koyib, Allohdan uyalmadingmi, qo'rqmadingmi, shundaqmi foyda olgan bormi? Musulmonga mushundaq alako'ngillik qilamsan, ularga mushundaq kuyinamsan deb qattiq koyidi. O'g'il Allah bilan qasamki xaridor o'zi rozi bo'lib oldi dedi. Yunus bo'lsa uningga yana koyib, sen o'zingga ravo ko'rmaydigan ishni uningga ravo ko'ramsan dedi. Odatda savdogarlarning foyda parastlik tabiati ustun kelib, ha deganda ularni qizil ko'zlik va boshqalarni qoqti-so'qti qilishga so'rab boradi. Lekin iymon g'olib kelgan sharoitda yuksak kishilik fazilat va go'zal axloq prinsiplari oldida pul, mol arzimas o'ringa o'tadi. Bular burunqi davrlarga musulmonlarning ilgirki yaxshi jamiyatiga xos namunlar emas. Iymonning islom yurtlaridagi kishilar hayotiga ko'rsatgan ta'siri son, sifat va daraja jihatda ilgirkiga yetmasimi, yanala ta bugunga qadar izchil davomlashib kelyotidi. Ustoz Abul Hasan Nadaviy bir asrida mundaq deb yozadi: Hicazda xili uzun yil turgan ishonchlik diniy qarindoshlarning aytishicha, Makkaning tijoratchilari o'z qo'shnisiga kuyinish va ularning foydasini ko'zda tutish, bir-biriga samimiy bo'lish va boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan a'lo bilish jihatda alohida o'rinda turadi ekan. Bir tijoratchiga ziyon chiqqan yoki tuzuk savdo qilinmagan bo'lsa, uning shu kunda ko'p foyda olgan qo'shnisi tushdan keyin do'koniga xaridor kelsa, xaridorga tamkinlik va muloyimlik bilan yerimdagi do'kondan eling, mening qashimda bor molni shu do'kondan mutafalaysiz. Bugun uning savdosi yaxshi bo'lmaganda qiladi, molni uningdan sotib olganingiz tuzuk deydi ekan. Avstriyalik professor Muhammad Asad o'z nutqlaridan birida Buyuk Islom Arab shahri Damashq kishilarining isilligi to'g'riliq so'z qilib shunday deydi: Damashq shahar aholisining turmushidagi ruhiy xotirjamlikka qo'l qo'ydim. Ularning bu ma'naviy ishonchini yo'ldagi savdo bo'tkalaridanla ko'rib olg'ili bo'ladi. Kichikkina bo'tkalardagi shu tijoratchilar o'tgan kechgan xaridorlarni chaqirishni o'ylabmi qo'ymaydi. Ularning ko'nglida ansirash va hasad degandan asarmi bo'lmaydi. Hatto biror do'konchi bir oz ishi chiqib qoladigan bo'lsa, qo'shni savdogarning do'koniga xaridor urishib olgan bo'lsa-mu, do'konni tashlab ketaveradi. Men u yerda eng ko'p ko'rgan ish shu bo'ldiki, bir egasi yo'q do'konga bir xaridor kelib, do'konchining qaytib kelishini kutib turib qolsa yoki boshqa do'konga yo'tkirishga tamchalsa, u do'konga qo'shni bo'lgan do'konchi darhol kelib, xaridordan nima lozimligini so'raydi va xaridor izlagan molni
öz dükkanından emas, şu ügesi yo'q dükkandan elib sotadi va satgan pulni urunduqqa tashlab qo'yib, öz dükkaniga chiqib ketadi. İnsan Yevropada buningdek aliqishga arziydigan ishni ko'ra olamdi.